Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa bugun birinchi bor velosipedda toqqa, Chorvoqqa ketyapman, xudo xolasa. Mashinada, boshqada borganlar hisoblanmaydi. Velosipedda mana birinchi ketishim, xudo xolasa. Mana Chirchiq shahriga kirib keldim, soat 5:25. Xudo xolasa Chorvoq suv omborini aylanib qaytaman, xudo xolasa. Bu yilgi birinchi bor toqqa safar velosipedda. Chirchiq shahri bu. Safiya tort. Safiya tortlari. Chirchiq markaziy ko'chalaridan biri. Bu tomonda Navoiy haykali bor. Mana shu yerda Navoiy haykali. Bu tepada hokimiyat. Mana bu yo'llarni zo'rladi. Ikki tomonda panjarani qo'ydi. Ichkaridan qo'shimcha yo'l, mashina yo'li. Odamlar mana bu bozor oldi to'lib mashina probka bo'lib ketardi. Peshoxodni podzemni qurib, ancha-muncha вообще o'zi probka yo'q bo'ldi. Hamma hozir peshoxoddan o'tyapti. Men 2-3 marta o'tdim velida. Probka yo'q qisqasi. Oldin bu yerda nihoyatda probka bo'lardi mana. O'ng tomonda peshoxod podzemni. Mana chap tomonda podzemni peshoxod. Mana shuni hisobiga Chirchiqda mana shu bozor oldidagi yo'lida probka yo'qoldi. Peshoxod o'tardi, boshqa bo'lardi, mashina to'xtardi. Hammasi yo'qoldi. Mana endi mana bu akvaparkda oldida ham, Korzinkani oldida ham xuddi shunday bitta peshoxod qo'ydi. U ham probkani yechdi. Mashina turardi, stoyankalar bo'lardi, Toshkentga deb. Ular ham Korzinka tomonga o'tib, hammasi joyiga keldi. Keyin bozordan chiqib keladigan mashinalar mana shu qo'shimcha, mana bu karmanli yo'ldan, cho'ntak yo'ldan o'tib to'g'ri svetofordan qaytib kelaveradi. Oldin bu problema edi. Probka edi. Mana bu bozordagilar endi shunday o'tadi. Mana odamlar ham podzemnidan o'tadi, yonidan karmannidan mashinalar ketaveradi. Mana bu tomonda ham xuddi shu. Stoyanka baribir maytda bor, bu probka unaqangi deyarli emas oldingidaqa. Oldingi mayt to'lib ketardi. Mana asosiy stoyanka mana bu yerda Toshkentga ketadiganlar, Korzinkani oldida. Akvapark yonida. Bu Chirchiq shahri. Mana bu o'ng qo'limizda Toshkent traktor zavodi ko'chib keldi. Bir 3 yillar bo'lib qoldi adashmasam. Mana shu yerda Toshkent traktorlari yig'ilyapti. Mana paxta terish kombaynlari, bug'doy o'radigan kombaynlar hammasi Chirchiqda joylashgan. Mana bu uylar orqasida Bo'zsuv kanali bor. Men уже Chirchiqda pashti Chirchiqdan chiqmadim, hali bor chiqib ketishimga. Shahardan pashti yurib qo'ydim ancha-muncha. Yo'l bo'yida magazinlar, har xil napitkalar, aroq, vino, pivo, kola, energetik ichimliklar.
bu tomonida stroy kafellar, stroy magazin. Men hamon hali Chirchiq shahridan chiqib ketmadim. Hali bor ozgina. Soat hali 6 bo'lmadi. Bu GES yangi qurilgan. Bu yangisiga ham bir 5 yil oldi. Kamolot GES'i. Bu endi eski o'sha uylar. Ruslardan, Qrimlardan, yana nemislardan, yana kim qaysidir bir millatlar bizda yashagan o'sha paytda, SSR paytda ko'p bo'lgan. Endi ular hammasi ketib qoldi. Sanoqli qoldi. O'shalardan qolgan uylar, o'zbeklar, qozoqlar, tojiklar hammamiz olganmiz bu uylarni. Hali Chirchiqdan chiqmadim. Hali Chirchiq shahridaman. Go'prosto Xan degan bu restoran ekan. Xan Shatyor degan. Hotel 777. Mana bu endi o'sha oxirgi Sovet davrining nimasida qurilgan 4 etajli, 5 etajli binolar. O'sha paytdagi. Endi bu ham hozir Chirchiqda bo'sh joyda o'zi qolmagan, bo'sh uylarda. Mana bu yerda hozir 102, mana o'ng tomonimizda o'shani zdaniyasi. To'g'ri, Chirchiqqa ketaveraman. Yana bir 2 kilometrdan keyin o'zi Chirchiq shahri tugaydi, Bo'stonliq tumaniga o'taman. Chap tomonimizda somsaxona, aranja degan. Haqiqatda bu yerda odam nihoyatda ko'p bo'ladi. Mana somsasi yaxshi, tomchi somsa. Somsasiga odam nihoyatda ko'p. Bular endi yangi quriladigan nimalar. Metan bu. Buni orqasida mana yangi bir tashlandiq yotardi. O'sha bu yerda ham qurilish tugab qoldi. Mana bu qurilish. Bu uylar ham o'zi chiroyli bo'lib ketdi. Ko'chalar. Mana endi Chirchiq shahri tugadi. Chirchiq shahridan chiqib ketyapmiz. Mana bu yerda mo'yka, market, somsaxona, zamena masla, moy almashtirish. Mana o'sha Bo'stonliq tumaniga xush kelibsiz degan joy mana shu bo'ladi. Mana o'sha Bo'stonliq tumani, Chirchiq shahri tugadi. Mana endi men Ozodboshga kirib keldim. Ozodbosh mahallasi. Metan, gaz, dizel zapravkalari. To'g'rida metan. Bizda O'zbekistonda asosan metan ko'p mashinalarimiz почти 80-90% metanda yuradi. Arzonligi uchun ko'proq. Endi bu ham arzonligi qolmadi. Ozodbosh mahallasidan. Mana shu где-то bir 1,5-2 kilometr
Mana shu Ozodbosh mahallasi bilan keyin Tovoqsoyga o'tib ketaman. Hozir Ozodbosh mahalla. Mana bu yerda ham o'sha asosan eski uylar endi ko'p yangi qilib qurilyapti. Endi zamonaviy, zamonga qarab. Ko'pchiligi o'sha eski uylar. Mana qanday qilib magazinlar qilingan, ikki etajlik uylar. Ko'tarilgan. Puli bor odamlar, puli yo'qlar. O'sha eski uylardan ko'pchiligi sotilyapti. Mana o'sha ikkitasi продается deb qo'yibdi. Birin ketib qo'shnilar. Mana endi Ozodbosh mahallasidan chiqib ketyapman endi. Mana 200 metrdan keyin Tovoqsoy boshlanadi. Mana Ozodbosh mahallasining oxirgi uylari. Mana yerda GAI post nimasi bor? Binosi mana to'g'rida. Mana tugadi Ozodbosh mahallasi. Mana Tovoqsoyga kirib keldim. Argos mahallasi. Darvoza, temir darvozalar, temir so'ri, Toshkentda kravat deydi. Vodiyda temir so'rilar. Mana hali ham Tovoqsoydaman. Tovoqsoyda mana yerda masjidi, mozor buvasi bor. Mana yerda buloq bor o'ng tomonda. Tagida bu biz 15-20 yil oldin nima qilardik, hali ham bo'lish kerakini bilmadim. Paqir tashab suv tortsa bo'lardi mana chap tomonda. Yo'qotib yuborib shekilli yo'q. Bo'lardi oldin. Ha? Masjid, mozor bor. Tovoqsoydaman. Hali nimadaman? Tovoqsoyda. Hali Tovoqsoydan chiqmadim. Tovoqsoyda katta magazini, to'yxonasi va Havas magazini mana chap tomonda Havas, o'ng tomonda Istiqlol to'yxonasi. Ozgina qoldi, shu bilan Tovoqsoydan ham chiqib ketaman. Tovoqsoy ham o'sha posyolka bo'lib qoldi. Kattalashib, zamonaviylashib, chiroyli bo'lib ketibdi. Mana bu yerda ham bitta oshxona, milliy taomlar, to'y oshi, mana ular hali qilmagan go'ja, ayron, jiz, короче, shunaqa ichimliklari bor. Mana ozgina qoldi, Tovoqsoydan ham chiqib ketaman. Mana o'sha Tovoqsoyda ham chiqib ketyapman mana. Endi Iskandar keladi oldimizda. Mana bu to'g'rida xom baliq. Baliq ushlaydigan, baliq shunday ushab qovurib yeydigan joy. Xom baliq ushab yeydigan. Yerda xom baliq pishiriladi, ushlanadi, metan gaz ham bor, ichkariga kirib ketiladi. Mana bu yog'i Tovoqsoy tugadi. Tovoqsoydan chiqdim, endi Iskandar degan qishloq boshlanadi. Mana Tovoqsoy tugadi. Mana Iskandar qishlog'iga kirib keldim. Bu yerda dehqonchilik qilinadi, asosan piyoz, mana piyoz ekib, ko'pchilik piyoz tirikchilik. Piyoz sotilyapti.
dehqonlar. İskandar qishlog'i uylari mana o'sha uylar ham sovet davrida qurilgan, ikki etajlik pastak uylar. O'ng qo'limda, chap qo'limda bu o'zimizda xonadonlar qurilgan uchastkalar. Kimlardir teplisa qilib qo'ygan. Mana shunday ko'rinishda İskandar qishlog'i. Yo'llar nihoyatda daraq. Oldimizda Havas magazini. Havasda ham ko'pchilik savdo qiladi Havasda. Havas magazini. İskandar qishlog'i ham katta qishloq. Non sotilar ekan. Non yopar ekan bu yerda. Non sotar ekan. Ana o'zimizda oddiy aholini uylari. Hali ham İskandar qishlog'i bu. Hali ham İskandar qishlog'i, bu İskandar qishlog'i ham katta qishloq. Mana baytlar ham o'zgarib ketgan. Faqat chiroylilashib mana. Oldin baytlar nihoyatda qaloq bo'lardi. Bundan 10 yil oldin, 15 yil oldin. Hozir yo'q, Xudoga shukr. Odamlar o'zlariga sharoit, imkoniyat qilib chiroyli bo'lib ketdi. Yo'llar ancha yaxshilandi. Oldin baytlar daraq bo'lardi yo'llar. Mana har bir puli bor odam bir narsalar yaratib qurib yotibdi. Mana bu chap tomonda sovet davrida bir qurilgan, bu bilmayman nima bo'lgan, bu ikki etajli, lekin juda ajoyib chiroyli qurilgan. Haligacha tashlandi, hech kim olmaydi. Yotibdi. Bu atrofi joylari, daraxtzorlar, chinorlar rosa ko'p. Mana bu yerlar ham İskandar havo. Короче, baytlar ham o'sha nihoyatda go'zallashgan. Oldinlari nihoyatda xafa bo'lardi odam ko'rib. Hozir yo'q, Xudoga shukrlar bo'lsin. O'zgarish zo'r. Bu İskandar qishlog'i. Maytda somsaxona bor, lekin hali somsa ishga tushmabdi. Qorin och, hali ovqatlanmadim. Chidasa bo'ladi. G'azalkentga borib o'qilalarman. G'azalkentga ham 3-4 kilometr qoldi. Bu ko'proq sal. Mana shu İskandar qishlog'i. Haqiqatda go'zallashib, taraqqiy etib ochilib boryapti. To'g'rida remont, ko'prikda remont qilyapti shekilli. Aytib yozib qo'yibdi.
G'azalkent bilan. Bu poyezd qanaqa poyezd ekan? Yozilmagan. Juda odamlar bor lekin. Mana bu yerda yo'lni kengaytiryapti shekilli. G'azalkentga keladigan yo'lni. Mana Iskandar tugadi pashti. Amirsoy to'g'riga deb yozib qo'yibdi. Bu ko'rinib turganlar Oqtosh tomonlar, o tepa chap tomoni. Bu tomonlar G'azalkent tomonlar. Shu ko'prikni remont qilyapti ekan. Ilk katta ko'prik qurmoqchimi? Nimadir bir narsani Iskandar tugadi shahar. Qishloq. Iskandar qishlog'i tugadi. Mana bu yerga ko'prik qurilyapti ekan, значит. Mana chap tomonda. Qoyil. Ana endi bitsa ajoyib bo'ladi, значит. Qurilish qattiq ketyapti. Texnika ishlayapti. Hozir ishlagan yo'q, lekin ko'p demoqchiman. Shu maqsadda aytmoqchiman. Qurilish. Mana G'azalkent shahriga ham kirib keldim. O'ng tomonda mana poyezd yo'ldan nariroq o'tsa bozori. G'azalkent shahridan to'g'riga yurib ketsa avtostansiya, taksilar. Sonra turgan mashinalar Toshkentga, Chirchiqqa, o'sha taksilar. Mana shaharga bu yoqdan kirib ketadi. Men to'g'riga Chorvoq tomonga qarab ketaman. Mana avtostansiyasi bu Xumson tomonlarga, bu Toshkent Chirchiq avtovokzalchasi. Mana bu yerlarda уже ovqat oshxonalar, oilaviy do'kon. Mana bu bor ekan. Stroy materiallar, qurilish mollari. Men hozir Balnisasi bor, o'sha Bo'stonliq tumanining. O'sha yerda ovqatlar, choylar bor. Xudo xolasa o'sha yerda bitta ovqatlanaman, 3 ta yig'ib, nonushta qilib. Shu bilan ketdim. Nima tomon? Sijjak tomonga qarab, xudo xolasa. Sijjakda tepada bir osh bo'ladi. Mana o'sha yerda bitta adet qilib olaman-da. Keyin burchumlar bilan aylanib, xudo xolasa Chorvoq orqali qaytib kelaman. Chotqol sanatoriyasi. Mana chap tomonda daraxtzor, nihoyatda salqin. Cho'tka qilib qo'ygan, chiroyli qilib. To'g'rida o'sha balnisalar, Bo'stonliqda sentrida o'sha raddomi, balnisasi, shunaqa joylar. Ana o'sha yerda ovqat bo'ladi, vahli. Hozir bitta choy ichaman, qaynoq ko'k choy. Ovqatlari bo'lsa, biror suyuq ovqat ichib ketaveraman. Mana Chotqol sanatoriyasi. Reabilitatsiya va sog'lomlashtirish markazi Chotqol. Optim market. Mana o'sha markaz. Yetib keldim. Qovun, tarvuz. Har xil inson uchun kerakli nimalar. Hammasi.
Endi ovqati bormi? Lekin somsani hidi chiqyapti. Somsa endi bitta birinchi nima qilinadigan somsa. Ovqat endi bilmadim, bo'lmasa ham kerak. Mana shu joy. Assalomu alaykum. Hormang, nima bor yeyishga yoki ichishga? Ha, hali pishadi. Choy ichsa bo'ladimi? Choymi? Aha. Choyga hali qo'ymadi, yangi qo'ydi. Ha, bularda ham yo'q yo'q. Ha, bormi? Ha, rahmat. Mana shu hali vaqtli, shuning uchun shu narsalar. Mana somsasi ukamni pishyapti ekan, mana bu terlab ketdi somsa nima? Go'p kamera. Bitta mol go'shti. Assalomu alaykum. Keyin ko'ramiz. Bitta ko'k choy, Xudo xolasa. Mana endi ovqatlanamiz. Somsadan boshqa narsa yo'q. Soatimiz ham hali vaqtli. Erta, shuning uchun hech narsa yo'q. Soat 7 bo'lyapti, lekin hali ovqatlar tayyor emas. Endi shu choy, sijjakka borib oshmi, sho'rvami, shashlik yeymiz. Hozircha shuni yeb olamiz. Ikkita somsa yedik. Bodring, sir, yeryong'oq, o'rik, mana mayiz. Mana shular bilan xushkuyib bir choyni ichib, ikki choylar ko'k choyni keyin yo'lga tushamiz, xudo xolasa. Mana qorong'uga kirib keldim, xudo xolasa. Ovqat yedim. G'azalkent ovqat emas, somsa, ikkita somsa, o'rik, yong'oq, mayiz, ikki choynak choy ichib, pushti yig'ib, mana endi ketaveramiz, xudo xolasa. Mana bu qorong'u kirib keldim. Ходжакент. Я уже приехал в Ходжакент. Теперь до бочки. С бочки лево сиджак. Uzr. Men Ходжакентga yetib keldim. Endi bochkadan chapga Sijjakka qarab yo'l olaman. Ungacha yana bir 2 kilometr, 3 kilometr masofa bor, xudo xolasa. Mana Hoджакент posyolkasi. Bu Hoджакент poyezd nimasi, sanatoriyasimi va dam olish onaqasimi? Pansionat ekan. Hoджакент pansionati poyezd yo'lchilari. Mana shu darvozasi bo'ladi. Asosiy kirish. Xush kelibsiz. Bu yerda ham peshixod podzemniy bor. Mana bu tomon elektrichkani nimasi, stansiyasi. Oldin bu yerda bo'lar edi, hozir endi Chinorkentga ko'chirildi oxiri. Hali nima deydi? Oxirgi ostanovkasi, stansiyasi. Hozir Chinorkentda yana bir 2 kilometr. Mana elektrichka ketyapti. Tez yurar. Ertalab biz uy oldidan 10 takam 7 da o'tib ketadi. Mana Chinorkentga kelib, endi qaytib ketyapti bu. Mana Toshkent, Chinorkent. Shimoliy vokzaldan qatnaydi bu. Mana o'sha Chinorkent kanatkasi. Mana yetib keldim. Men hozir yerda peshixoddan o'tib, chap tomonga o'tib olaman, podzemniy переходdan. Mana. Shu bilan nimaga kirib ketaman? Bochka tomonga qarab. Sijjak yo'liga o'tib ketaman, xudo xolasa. Mana, endi men mana shu yerdan tushaman desam, bu tomon zina ekan.
narigi tomondan kirib kelaman ekan, значит. Mana shu yerdan endi men kirib boraman-da, peshexoddan narigi tomonga o'tib olaman. Xudo xolasa. Aç ko'rinmaydi, ochkini yechish kerak. Ha, bo'ldi. Bunday bo'lamiz ekan. O'tib olamiz. O'ngamikan, chapkamikan velosiped yo'li. Qani chapki. Ha, bu o'ngga ham bor ekan, chapga ham bor ekan. Biz o'ynab yurib ketsak, o'sha yerlardan chiqamiz. Adashmasam. Qani